Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh. Birodarlarim, yaxshimisiz? Sog'lik yaxshimi? Ishlaringiz zo'rmi? Yaxshi yuribsizlarmi? Alloh panohida. Shu kun bir chiqish qilay dedim. O'tgan safar birinchi chiqqanimda ilm Allohdan keladi. Men buni keyingi chiqishlarimda isbot qilib beraman deb va'da berdim sizga. Shuni bugun sizlar bilan birgalashib isbot qilamiz ilm Allohdan kelishini. Ilm meni huzurimda dedi Alloh. Bu dunyoviy deysizmi, diniy ilm barchasi Allohdan keladi. Bu qanday biladi? Inson Alloh Qur'onda aytdi, biz bandasini vosita qilib olamiz dedi. Bu degan nima degani? Ya'ni Alloh bir insonni tanlaydi, o'sha insonga ilm beradi. Va shu inson orqali nimadir yaratadi. Masalan deylik, oddiy avtomobil deylik, hozir hammada bor, velosipedmi, avtomobil bor yaratilgan narsani Alloh yaratadi. Qanday yaratadi? Biz insonni vosita qilib olamiz dedi. O'sha insonga shuni ilmini beradi. To o'sha mashina, avtomobil holga kelgancha o'sha ilmni berib, o'sha insonni vosita qilib Alloh avtomobilni yaratdi. Bandasi nima qiladi? Bandasi buni Alloh yaratganini bilmaydi-da. Buni deydi paloncha deydi yaratdi deydi. O'sha bir insonning otini aytadi-da, o'sha buni deydi ixtiro qildi deydi. Bu avtomobil ixtiro qildi. Qarang, bu qanaqa buyuk odam deydi. Bu deydi qanaqa buyuk odam, bu qanaqa nima odam deydi bu. Do'qiy odam, olim odam deb Allohning sifatini bilan bir-birlarini sifatlab boshlaydilar. Yo'q, bu sifatlar Allohniki. Inson bilmaydi shuni Alloh yaratganini. Insonni vosita qilib Alloh shu avtomobilni nima bo'lsa, zarra borki, manaki dedi Alloh. Hamma narsani Alloh yaratdi. Faqat insonni vosita qilib, insonga ilm berib, insonni qo'li bilan Alloh yaratdi. Bu shuni aytsak to'g'ri bo'ladi. Hamma yaratilgan narsani Alloh yaratdi. Faqat biz bandalar Alloh qolib bandasini ulug'lab ketdik. Allohning sifati bilan sifatlayapmiz. Ko'p eshitaman, ko'p o'zimizda ahli ilmlarni ham og'zlaridan chiqib ketyapti. Buyuklarimizga qarang, buyuk degani Allohu akbar deymiz. Alloh buyuk deymiz. Alloh ham buyuk, bandasi ham buyukmi? Alloh sifat bilan sifatlanmaydi. Buyuklik, daholik, olimlik bu Allohning sifatlari. Allohning sifatlarini o'ziga qo'yib bering. Bandasi ikkita sifat bor. Biri afzal qilinganlar, payg'ambarlar, keyin Alloh vosita qilib olgan insonlar. Alloh o'zi hurmat, o'sha vosita qilib olganlarga hurmat bo'ladi-da, hurmat qildiradi, aziz qiladi. Alloh o'zi aziz qiladi bu insonlarni. Uni mana siz Ibn Sinoga meditsinani kim bildirdi? Alloh bildirdi. Mirzo Ulug'bekka yulduzlar jadvalini shunchalik to'g'ri kim bildirishi mumkin? Alloh bildirdi. Bu ilmlarni Alloh bildiradi. Al-Xorazmiyga nolni bildirgan ham Alloh, algoritmni bildirgan ham Alloh. Bu ilmlar barcha Allohdan. Ilm meni huzurimda dedi. Hozir ko'p torta-tort, ko'p spor bo'lyapti. Qur'onning ustida Qur'onni deyaptilar, arabchani bilmasang Qur'onni bilmaysan dedilar birinchi. Hozir yana chiqibdi, arabchani bilsang ham o'sha bilgan odamning tasavvuridagi gapni tarjima qilyapti deyaptilar. Yo'q. Qur'onni, Tavrotni, Injilni bilish uchun Qur'onni bilish uchun arab tilini bilish shart emas. Qur'onni bilish uchun Allohning xohishi kerak. Alloh xohlasa bilasiz Qur'onni. Men xohlagancha men xohlasam bilasiz dedi. 20 yil o'qiysizmi, 30 yil o'qiysizmi, Alloh xohlamasa siz Qur'onni tushunmaysiz. Ota-bobom u narsa degan, ota-bobom bu narsa degan deb yuraverasiz. Shu uchun u arab tilini biladimi, boshqa tilni biladimi, uni bilish uchun, Qur'onni bilishingiz uchun, ilohiy kitoblarni bilish uchun Allohning roziligi kerak. Allohning roziligini olish kerak. Haqli savol bo'lyapti. Nima uchun bizdan Ibn Sinolar chiqmayapti, bizdan Al-Xorazmiylar chiqmayapti? Haqli savol. Chunki biz ilmni Allohdan qidirmay qoldik-da. Alloh bizni vosita qilmay qo'ydi. Chunki bir ko'p kufrga ketib qoldik. Hali keyingi chiqishlarimda men tushuntirib beraman. Biz yana aytaman, buni yaratgan Alloh yaratadi bandani vosita qilib. Biz Alloh qilib bandasini ulug'laymiz. Ulug'larimiz, daholarimiz, buyuklarimiz deymiz. Yo'q. Ulug'lik, daholik, buyuklik bu Allohning sifati. Allohning sifatini Allohga qo'ying, bandasining sifatini bandasiga qo'ying. Bandasi yana aytaman ikkita sifat. Birinchisi afzal qilinganlar, payg'ambarlar, ikkinchisi Alloh aziz qilganlar. Alloh vosita qilib nimadir yaratgan insonlar. Boshqa sifat yo'q bandasini. Sifatlamang bir-biringizni Alloh sifati bilan. Erta qiyomatda javob berasiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh.